Litsenziyalangan firmadan ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchimaslarda narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Hikmat Travel'da ofisiga yetib kelganmiz. O'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyadan ishonch tomonlama o'ylanmasalaring bilan Xudo xolasa hozir narxlarda aytamiz, sharoitlarda aytamiz, to'lov masalalarini hammasini Xudo xolasa savollaringga javob olishlaring mumkin. Videoda boshidan bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, Xudo xolasa biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum Abduxofor aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, litsenziyalangan firmadan Umra safariga bormoqchiman. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Shart-sharoitlar qanaqa degan obunachilarga bitta tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bizda sharoitlardan boshlaylik bo'lmasa, sharoitlarimiz Madina Munavvarada gastitsamiz uzoqligi 200-300 metr, Makka mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'shga tushadi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Iloji boricha vizalarni ham qo'llarga chiqarib beramiz. 50 boshimiz ham iloji boricha billa borib billa kelishadi. Aeroportdan. Xudo xolasa. Xo'p, qaytayotganda keyin 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Gap yo'q, zo'r. Xo'p. Endi to'lov masalalari qanday bo'ladi? Chislovlari qaysinga bor deydiganlar uchun kunlari chislovlarimiz Farg'onadan, Andijondan, Namangandan 3 ta viloyatimiz, 3 ta shahridan reyslarimiz qo'yilgan. Bularning kunlari avgust oylariga 1-avgust, 3-avgust, 4-avgust, 5-6, 8, 9-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Bu vodiydagi narxni $930 qilib beramiz. Yo, bizga vodiy uzoqlik qiladi. Biz Toshkentdan bormoqchimiz deydiganlar uchun Toshkentnikini ham shuna narxda qilib beraveramiz. Toshkent jiddiy yo'nalishi bo'yicha narximiz $930. Buni ham narx kunlari 1-avgust, 2-avgust, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Toshkent jiddiy yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz ham qo'yilgan. Farg'ona, Andijon, Namangandan ham reyslarimiz bor. Chislovlarni aytib chiqdik. Narxlari $930. Bemalol telefon qilsalar, qolganini tushunmagan narsalaringga ilmimiz boricha savollaringga javob beramiz, xudo xolasa. Demak, o'zlariga qulay bo'lgan joydan ketsa bo'lar ekan. Xolasa vodiydan ketsa, Farg'ona, Andijon, Namangandan, xolasa Toshkentdan ketsa bo'ladi. Narxlar bir xil lekin. Narxi $930. Endi to'lovlar qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun respublikamiz 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Ofislarimiz Toshkent, Farg'ona, Andijonda bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun joylaringni onlayn bron qilsalaring ham bo'laveradi. Shu nomerlar o'zimning nomerim, ismim Abdug'offor, Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Bemalol telefon qilsalaring, qanday qilib joy bron qilishni o'zim o'rgatib tushuntirib beraman, xudo xolasa. Xudo xolasa, qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib javob olishlaring mumkin. Pastda o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Telegram, WhatsApp hamma narsa bor. O'zlaringga qulay bo'lganidan telefon qilib, xudo xolasa, joylaringni bron qilishlaring mumkin. O'sha joy bron qilish uchun bitta qizil pasportda o'zi yetarli bo'ladi. Bitta qizil pasport tashlab beradigan bo'lsalaring, viza, bilet hamma narsani xudo xolasa tayyorlab qo'yasizlar, aeroportga borib uchib ketishlaring mumkin bo'ladi. Xolos. Bu videoga bitta like bosib, umraga bormoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.